Saharlik va iftorlik uchun juda ham foydali, hazmi yengil, kepakli, go'shtli non tayyorlaymiz. Oliy navli va kepakli unga suv solamiz, chalaroq qilib xamir qoramiz. Xamirga 15 daqiqa dam beramiz. Keyin bo'lsa olivka yog'i, svejiy dro'jja, tuz va shakar solamiz. Xamir qorishni oxirgi yetkazib qo'yamiz. Xamirni dumaloq shaklga keltirib olamiz va xona haroratida usti yopiq holda yana 30 daqiqa dam beramiz. Mol go'shtining qiymasiga mayda to'g'ralgan bulg'or qarampiri, ko'katlar, tuz va ziravorlar solamiz va o'zimiz ishlatib kelayotgan totli tomatlardan solib yaxshilab aralashtiramiz. Totli tomati go'shtga ozroq nordonroq pomidor mazasini beradi. Bu non ichida bo'lsa albatta juda ham mazali bo'ladi. Tinib olgan xamirni maxsus idishga yoki listga solib, xuddi ko'rsatilgan shaklda qiymalarni orasiga qo'yib chiqamiz. Qiymalarni bir xil yoyib chiqib, xamirning ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan mozzarella pishlig'ini qo'yamiz. 30-35 daqiqa davomida 180 gradus haroratda nonlarimizni pishirib olamiz. Muqaddas Ramazon oyida shunga o'xshagan foydali va oson retseptlar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Layklar bilan qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lamiz. Bu nonni albatta tayyorlab ko'ring yoki tayyorlab berish kerak bo'lgan eng yaqiningizga jo'natib qo'ying.